Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan bir o'zgarish barsizlik ta'minla va ularni yashash. Bugungi darsimiz shu mavzuning ikkinchi qismi. Ikkinchi qism. Bugun biz yana ba'zi bir kasr bilan berilgan ta'minla ishidan bo'lamiz. Qani undaqda, xo'sh, katta darsimizni boshlaylik. Birinchi mundaq ta'minla x bölüngen 2 qo'shilgan x bölüngen 3 qo'shilgan x bölüngen 4 teng 13 degan ta'min bersin deylik. Bu ta'minni qanday ishimiz? Bu ta'minni yechganda, bunda kasr ta'minni yechganda kasrdan qutulish uchun umumiy makhraj tepish kerak. Yana bir qilib qaydalab beray. Kasrlardan qutulib olish uchun makhrajni tepish kerak. Bu yerda barlig'i makhraji 12. Shu umumiy makhrajni topamiz, ko'paytimiz 12 ga. Nima uchun 12 ko'paytdik? Sababi 2, 3, 4 solirg'i makhrajı 12. 12 ni har birisi ko'paytganda bu yoqqa 2 dan tegdi, 6 dan tegdi. Bu yoqqa bizga 4 dan tegdi, buningga bizda 3 dan tegdi, ham buningga o'ziga 12 dan tegdi. Ya'ni 12 soni ko'paytganda 12 bilan 2 qisqarib 6 dan tegdi. 12 ni ikkinchi kasr ko'paytganda 12 bilan 3 qisqarib 4 dan tegdi. 12 ni uchinchi kasr ko'paytganda 4 bilan qisqaraydi va 3 dan tegdi. Bu yerda qisqaradigan son yo'q, shuni 12 dan tegdi. Ketdik. 6 ni x ko'paytsak 6x qo'shilgan 4x qo'shilgan 3x teng 12 ni 13 ko'paytsak bo'ldi, yoki bundaq ko'paytindi turdiz qo'yaylik. Endi 6x qo'shilgan 4x qo'shilgan 3x bizda 13x bo'ldi, teng 12 ko'paytirilgan 13. Ta'minning ikki tarafidagi sonni birdek sonlarga qisqartishga bo'ldi. Ya'ni 13 va 13 ni qisqartsak, biz x'imiz qancha chiqdi? 12. Mana shuna bizning ta'minimiz yechildi. Endi bu qisqartishga masalaga mana ta'minni yechkin bo'ldi. Masalan 5 x qo'shilgan 1 teng aytaylik 30 degan mana ta'min berilsa, sizlar ko'rasiz, arsida ko'paytish bor. Har ikki tarafini 5 ga qisqartib etkili bo'ldi. Ya'ni 5 qisqarsa bu 5 qisqaraydi. Bu yoqqa 10 tarafiga 6 tegdi. Shu joyda x qo'shilgan 1 teng 6 bo'lgan oddiy bir ta'minga keldi. Kelasi bunda bir misol qarashtiraylik. 5x ilingan 2 bölüngen 9 minus 2 ilingan 2x bölüngen 6 teng 3. Bu yerda yana kasrni qutulishimiz kerak. 9 bilan 6 ga 2 ga makhraji bizda qancha bo'ldi? 18. Demek 18 ga ko'paytib berma. 18 ga birinchi kasrni ko'paytganda 18 bilan 9 soni qisqarib 2 dan tegdi. 18 ni ikkinchi kasr ko'paytganda 18 6 qisqarib 3 dan tegdi. Bu yerda hech qanday qisqaradigan son yo'q, 18 ning o'zi tegdi. Endi demak 2 ni har birisi ko'paytimiz. Yoki uni bundaq ko'paytini turiz qo'ysak bo'ladi. 2 tranchida 5 x minus 2. Bu minus belgisini qo'yamiz. Qancha bu 3 ni ko'chiramiz. Tırnaqchiga 2 ilingan 2x teng 5 shuni 18 ko'paytsa qancha bo'ldi? 54. Endi tırnaqlarni ko'paytib ochamiz. 2 ni 5x ko'paytsak 10x, 2 ni minus 2 ko'paytsak minus 4. Endi bu bizda qancha? Minus 3. Minus 3 ni 2 ko'paytsak minus 6. Minus 3 ni minus 2x ko'paytsak plus 6x bo'ldi. Teng 54 ga. Qani x'larni sol tarafga, endi bo'sh azolarni o'ng tarafga yig'ishtiraylik. 10x qo'shilgan 6x bizda 16x bo'ldi. Teng 54 ni ko'chiramiz. O'ng tarafning egisi 54. Endi sol tarafdagi bo'sh azolarni, sonlarni o'ng tarafga o'tkazamiz. Minus 4 soni qaranglar. Tengning sol tarafı turdi. Tengning o'ng tarafiga kelganda bu plus 4 bo'ldi. Tamoq o'zgartirdi. Minus 6 soni plus 6 bo'ldi. 16x ni ko'chiramiz. 54 ga 4 ni va 6 ni qo'shsak biz qancha chiqdi? 64 chiqdi. X tepishimiz 64 ni 16 ga bo'lamiz. Javobi bizda 4 chiqdi. Shuna bizning ta'minimiz chiqdi. Kelasi bundaq bir misol. 1,3 x ilingan x teng 2,2 dan 1 x ilingan 19,5 deydi. Bu yerda kasrdan qutulishimiz kerak. Qarang, biroq bu bizda aralash sonlar beribdi. Endi qanday qilamiz? Biz x ni yig'ishtirsak bo'ldi. Yoki bo'lmasa, biz bu aralash sonlarni noto'g'ri kasrga aylantirib o'tsak bo'ldi. 1,3 dan 1 noto'g'ri kasrga aylantirsak 3 dan 4. Bu 5 ni sinib o'tdik. 1 ni 3 ko'paytsak 3, 1 qo'shsak 4 mana. Mahrajga 3 ko'p o'sib chizildi. X ni ko'chiramiz minus x teng. Yana mahrajni yozamiz. 2 2 4, 1 ni qo'shsak 5. X ni ko'chiramiz teng qancha? 10 kechirsa minus 19,5. Endi bizda
Biz bularni noto'g'ri kesirlantirdik. Endi mahrajı bilsek bo'ladi. 2 bilan 3 mahrajı qancha? 6. Ko'paytimiz 6 ga. 6 ni birinchi kesir ko'paytsak bu yerda 3 bilan qisqarib 2 ni tegdi. Bu yerda qisqaradigan kesir yo'q. Shuni 6 o'zi tegdi. Endi o'ng taraf kesirga ko'paytsak bu yerda 6 bilan 2 qisqarib 3 ni tegdi. Bunun qisqaradigan hech qanday soni yo'q. 6 ni tegdi. Qani ketdik. 2 ni 4x ko'paytsak bizda 8x elingan 6x ko'paytsak 6x teng 3 7 5 15x minus endi 6'ın 19 bilan 10'dan 5 ko'paytsak bizda qancha bo'ldi? 117 bo'ldi. Kelasi endi x dan bir tarafga yig'ishtiraylik. 8x ni 6x ni evatsak bizda 2x qoldi. Endi 15x tangning o'ng tarafi turdi. Endi tangning so'ng tarafi o'tganda minus 15x bo'ldi. Tang mana qarang, tangning o'ng tarafi turdi, tangning so'ng tarafi o'tdi. Tang degan qancha bu bizda? Minus 117. Agar 117 bilsang xatolisi bu minus 117. Tam qilsin, xatolashmash kerak. 117. 2x dan 15x olsa minus 13x tang qanchaga? Minus 117 ga. Mush tangni x tepish uchun biz nima qilamiz? Minus 117 sonini minus 13 soniga bölümüz. X'imiz qancha qildi bizda? 9. Shuna bizning tangimiz ishildi. Kelasi bunda bir misol qarashtirib o'taylik. Tangimiz 10 ko'paytirilgan 5x ilingan 1, 10 bölüngen 4, ilingan 2 ko'paytirilgan 3x ilingan 1, tang 5 ilingan 2x bölüngen 3 qo'shilgan 5 deydi. Endi bu yerda biz kesirlardan qutulsak bo'ldi birdilla. Bu yerda kesirlarning mahrajli 4 dan 3 ekan. Bizda boshqa mahraj yo'q. 4 bilan 3 ga mahraj qancha? 12. Demak, barlig'ini bir-birlab 12 ko'paytamiz. Ko'paytilgan 12. Agar birinchi kesir 12 ko'paytsam, 12 bilan 4 qisqarib, bu yoqqa 3 dan tegdi. Bu yerda qisqaradigan soni yo'q, kasr yo'q, 12 ni o'zi tegdi. 12 ni bu kesir ko'paytsam, 12 bilan 3 qisqaraydi, 4 ni tegdi. Bu yerda qisqaradigan soni yo'q, 12 ni o'zi tegdi. Endi ketdik. 3 ni 10 ko'paytsak 30 tırnak ichidagilar o'z pechi yozamiz. 5x minus 1. 12 ni oldiga 2 ko'paytsa minus 24 tırnak ichidagilarni o'z pechi yozamiz. Teng. Bu yerda 4 tırnak ichiga 5 elingan 2x ni o'z pechiga qo'yaylik, ko'chirib qo'yaylik. Endi 12 ni 5 ko'rsak plus 60. Endi tırnaqlarni ko'paytib ochamiz. 30 ni 5x ko'paytsam 150x. 30 ni minus 1 ko'paytsam minus 30. Minus 24 ni 3x ko'paytsak minus 72x. Minus 24 ni minus 1 ko'paytsam plus 24. Teng. 4 ni 5 ko'paytsak 20. 4 ni minus 2x ko'paytsak minus 8x plus 60. Endi x'larni sol tarafga, sonlarni o'ng tarafga yig'ishtiraylik. O'ng tarafda biz 150x minus 72x. X'lar sol tarafda tugdi. Endi o'ng tarafdagi x'larni tangning sol tarafiga qarama-qarshi tamg'i bilan o'tkazamiz. Ya'ni minus 8x'imiz tangning o'ng tarafi turdi, sol tarafga o'tgani bo'ldi, 8x bo'ldi. Bo'ldi x'lar tugdi. Tangni qo'yamiz. O'ng tarafdagi minus 8x o'tkazib olgan bo'lsa, nima qilib qoldi bizda? 20 qilib qoldi. Plus 60 qilib qoldi. Endi tangning sol tarafida minus 30 ni o'ng tarafga o'tkazsak plus 30 bo'ldi. Ham plus 24 soni minus 24 bo'lib o'tadi. Qani, unda bo'lsa yig'ishtiraylik. 150 dan 72 ni olsak 78x. 78x ga 8x ni qo'shsak 86x bo'ldi. Tang 20 ga 60 ni qo'shsak 80. 80 ga 30 ni qo'shsak 110. 110 dan 24 ni olsak qancha bo'ldi? 86 bo'ldi. X ni tepishim qilamiz 86 soni bu 86. Bu 86 nima qilamiz? Bo'lamiz. Tang qancha? 1. Shuna bizning tangimiz chiqdi. X'imiz qancha? Minus 1. Shuna hurmatli do'stlar, sizlarga mana oz bo'lsin shu kesrab berilgan tanglarni yechishning yo'llarini ko'rsatdim. Endi bu videoni xudoyimiz davom bo'ldi. Kelasi videolar shu tanglar orqali mas'il hisoblarni, ya'ni matn hisoblarni qanday chiqaramiz? Shu to'g'risida bo'ldi. Agar sizlar bu videoni oxiriga ko'rgan bo'lsanglar, kommentariy yozishni unutib qolmanglar. Ya'ni kommentariy nima to'g'risida, ya'ni bu videoni qanday qilsak qiziqroq bo'ldi, yoki sizlarga yoqmagan taraflar bo'lsa, shuni yozib qo'ysanglar bo'ldi. Bo'pti, xo'sh, sog' salomat bo'linglar. Diqqatingizga ko'p rahmat.